Biz mahalledaşlar bilan shovurmamiz, hot-dogimiz, kipsimiz, hamma narsamiz ochildi. Xudo xolasa, bugundan boshlab ishga tushdi. Mana gamburg apparatlarimiz, qalasangizlar gamburg, mana shovurma, mana kim Rossiyada ishlab yurgan bo'lsa, mana donar, rossiyskiy donarlar, mana kofe ichaman desangizlar, kofe, mana lavoshlarimiz, mana hot-doglarimiz kattasi, mana kichigi, ko'rinishli hammasi mana tashlab, mana kipsilarimiz, xudo xolasa mana kipsilardan bosib, yeb ichib ketaverasizlar. Mana kofe desangizlar, kofe hamma narsangiz bor. Shuning uchun xalagan vaqtingizda kelib qalasangizlar, zakaz berib, dostavka etishlar ham ichida besplatniy dostavka etamiz. Neki xizmatlaringiz bo'lsa, xizmat ko'rsatamiz har vaqt. Mana 1 metr, 2 metrlik deydi-ku, shovurmalar, hot-doglar, mana qilali hot-doglar, 1 metrlik shovurmalar, hamma narsalar mana bor. Shu yerda Bo'zqala, Yangi bozor qadariyatda ochildi. Xudo xolasa kelaverasizlar. Sevara marketda yonboshi ham bor. Ana shu yerda ochildi. Mana hamma narsalarimiz pishib chiroyli bo'lib turibdi. Kelaverasizlar. Mana xudo xolasa yonboshida Gold bilyardni klub. Mana klubga kirsangizlar, mana ichida mana bilyard xizmatlarimiz ham bor. Mana bilyard xonani ichida mana bolalar bilyard o'ynab, dam olib, o'ynab kulib o'tiribdilar. Mana bu yoqda hamma suv, pul va ichimliklarimiz ham, hamma narsalarimiz ham bor. Mana xudo xolasa kelaverasizlar. Davom ettirib shu yerda xizmat ko'rsataveramiz.